Assalomu alaykum. Siz QR kod kanalidasiz. Bugungi videoda siz bilgan yoki bilmagan yurakning qanday urishi haqida gaplashamiz. Qani ketdik. Yurak faqat nasosmi yoki unga bog'liq bo'lmagan holda ishlaydigan tizimmi? Biz yuragimizni boshqarmaymiz, lekin u har soniyada urilib turadi. Shunday bo'lsa, u qayerdan biladi qachon urilishini? Biz yuragimizni ongli boshqarmaymiz, lekin u har soniyada urilib turadi. Shunday bo'lsa, u qayerdan biladi qachon urilishini? Simpatik va parasimpatik tizimlar nima? Avtonom nerv tizimi qanday tuzilgan? Tanamizda ikki nerv tizimi mavjud. Simpatik stressda faollashadi, parasimpatik dam olayotganda faollashadi. Ular yurakka buyruq bermasdan o'z vazifasini bajaradi. Yurakning tabiiy generatori nima? Yurakning o'z generatori bor. Sinotral tugun. Bu tugun yurakni o'z-o'zidan urishga majbur qiladi. Qo'rqish, sport, uxlash nima sababdan bo'ladi? Yurak miyadan mustaqil ishlaydi, ammo ular o'zaro signal almashadi. Qo'rqqanda, his qilganda, sportda hamma narsa yurakda namoyon bo'ladi. Yurak aslida o'z miyasiga ega, bu ilmiy tasdiqlangan. Yurak bu oddiy nasos emas. U biz yashayotganimizni isbotlovchi aqlli tizim. Har bir yuragimizni urishi hayotimizning davomi. Agarda video yoqqan bo'lsa, kommentda o'z izohlaringizni qoldirishni unutmang. Like bosing, obuna bo'ling va esda tuting. Bu QR kod har doim yangi va noodatiy. Ko'rishguncha xayr.